Katta odamlar yozadi-da. Shu katta odamlarga qaysi jinni bego ochib berganmikin? Men aka ko'rib o'tiring, bu yerda faqat biznesmenlar bor ekan. Boshi bilan urishib qolganlar. Boshida mayli katta odamlar aytaman, вообще katta odamlar bor. Nima qiladi bu yerda o'tirib? Men seni sevaman, вот все, что я знаю. Oho, ana. Молодец, boqsa mehr beradi. Nima deyapti bu bola? Bek. Yoshlar ham bor. U yoshlar mayli kichkina deysiz. Ular mayli ochibdi. Katta bola ham katta kishiligi nima bor bu yerda? 50 yoshli odam. Tavba. Telefonni qo'liga tushganiga xursand. Kimni ko'rsa yozaveradi deydi-ku, shunaqada. Biz plan yapishimiz kerak, chalg'iymiz. Katta odamlar xotini yo'q paytda yozib oladi. Xotini kelsa bigor o'chirib tirjayib turadi. Yo, mayli. Gap unda emas. Просто kirsa ham normalniy o'tirsa bo'ladi-yu, katta odam. Shunaqa yozish yaxshimi? Savolga yaxshi javob beryapsiz. Malol. Men 94 yosh Ibragim. Xo'p, xursandmiz. Unaqalarga qaramang, men qarayman. Ular ko'ngli yoshlik emas, san'at просто tupuylik. Mendan birashgan ekansiz. Mana Majnunam 95 yoshga kirib, mana uylanmadi-ku. Hech kim efiriga borib jonim salom qilib o'tirmaydi-ku. Paketin ekanmiz 94. Masalan, nima deydi? Borib yozishsa agar shunchalik nimadir bo'lib ketayotgan bo'lsa, borib yozishsin. 50 yosh bo'lsa, 40-45 odamlarga yozishsin. Mayli 35 yoshlilarga yozishsin. 19 yoshli, 18 yoshli odamlarni efirida pishirib qo'ydim. Xudo bilsa, nevarasi tengimizmi bilmayman. Dilshod, siz o'chirmayapsiz. Ko'rdingizmi? O'qib qolyapman shunaqalarni. Rahmat, Jahim motivatorda tashlang. Motivatorlikka kirmaydi-da. Bu просто aytib beryapman. Mana efir ochib o'tiraman. 19 yoshlisan izlayotgandir balki. Nima qiladi? 19 yoshlisini qizi bilan olib yuradimi? Qizim oying ona degin deb oladi-ku. Agar lekin o'zlarini qiziga yoki kimnidirga shunaqa qilishsang, yeb qo'yishadi go'shingizni. Nega meni qizimda bunaqa bo'ldi deb. Ne meni internetga ishlamay qolyapti, Shahim meni maqtangan ozroq. Siz maqtangan hech nima yo'q. Bitta Majnun degan yigit bor bo'ldi. Men faqat telefonda turganlarni vaqtim aytsam. Dilshod, shunaqami? Soat 4da o'chiraman. Charchadim. Nimadir kino ko'raman. Marsel. Salom qalaysan. Shunlikni 5 yildan beri o'zgartirmadim. Umid qilamizki, bo'lajak xotiningiz bilan shunaqa hech nimani o'zgartirmasa yaxshi yashab ketishingizga. Qayerdansiz? Uzoqda. Amin. Arslon. Sherzod. Valentino. Nevajlar ham ko'payib ketibdi. Nevajaga havas qilganlar ko'pmi deyman. Lampirga ko'tarib ketdingiz.
Siz nima uchun kirasiz? Men bu yoqdan pul topamanda. Men vedущийman, bu yoqdan pul topaman, pul sarflamayman. O'shaning uchun kiraman. Amin. Biz u gapni gaplashib ko'rdik-da, hozir sizga gapirsam balkon bilan takoyanaqa bo'lib qoladi. So'rasangiz aytib berishadi. Bir sal kelmasdan bir 5-10 minut oldin gaplashib bo'ldik shularni. Shu gaplashyotgandik, shu donatorlarni, vedущийlarni. Oldin bitta Majnun bor edi, hozir Majnunlar ko'payib ketdi. Yetmay. Bek. Siz o'rgatdi shekilli. Eng qizig'ini eshitinglar. O'zi Begoda Majnun bo'lib, hayotda Begoga kirmagan qizga uylanyaptilar. Maslahatim jimgina plan qiling. Biz nima qilamiz? Jimgina plan qilmasdan. Hammasi meni shogirdlarim. Go'da. Biz ham jimgina plan qilamiz. Juda yetdi. Bir aylanib o'zida ustoz yana ko'rdingizmi, mani motivator deydi, o'zlarini qarang. Kabr. Bitta Navoiy bola bor edi, bilasizlarmi? Yo'q bo'lib qoldi. Navoiychi degan nickdan kirardilar. Men ustozim o'zi dars beraman talabalarga. Agar borku Majnunni bo'shatishsa ham borku, shunaqa yozadi. Qaytib menimcha direktorlikka qo'yib qo'yishsa kerak. Bo'shatgan ustoz qilib Majnunni direktor qilib qo'yishadi. 9 minut qoldi. Miralbek. Olish kerak. Shu 9 minutda o'chirmasdan 55 da o'chirsam nima qiladi? Rovno 4 da o'chirmasdan 55 da o'chsa. Bir vaqt direktor ham beni ko'rdi, keling direktor. 4% zarar qoldi. O'chiraman Dilshod. Hozir 3 minutda o'chiraman. 55 bo'lsa, hozir o'chirim kelyapti 52 da. Nito bo'lib qoladi. 55 da o'chiring. O'shkun mahallaga bordik-da, hovliga. U yoqda kichkinaligimdan beri asfalt qilinmaganda mahalla. Nimagadir asfalt qilinmagan. Odamlarni o'zi ham pul tashlashib qilsa bo'ladi-yu, endi lishniy rasxod qilishmaydi-da. Hozir anaqa qilib berayotganiga, nima open budjet chiqqan-ku, open budjet chiqqaniga qilib berishayotganiga, bular ham borib ariza topshirib kelishibdi-da. Ariza yozishgan. Biz ham sizlarga o'xshagan singillarga planiga yordam beramiz. Ibrahim aka o'sha gap, bu tema o'tib ketdi-da, hozir yana ochsa unaqa bo'lib qoladi, qaytarma bo'lib qoladi. Gaplashib bo'ldik buni. Singil deb yordam beradiganlarga meni qarshiligim yo'q, unaqa gaplarni gapirganimiz yo'q biz. Biz boshqachasini gapirdik. Keyin ish qilib, yana eng qizig'i qaranglar. U yoqda mahalla butun boshli bitta katta mahalla o'sha anaqani kartasida yo'q ekan umuman. Короче, dokumentalniy yo'q u mahalla. Hali Moskva keltirilmagan. Hech qayerda borlik. Katta mahalla. Bir 20 tadan oshiq uy bor eng qizig'i yoqda. Lekin
Alli Moskva assalomu alaykum. Lekin unaqada yo'q ekan. O'shaning uchun har doim asfalt qilinmasa qolib ketilarkan. Mudriy pareni bular qizaryapti. Bizani mahalla birinchi marta obod mahallaga qolgan opam bunchaytga asfalt bo'ldi. Ha. Ko'rdinglar, men sizlarga aytaman, adminlarim borligida qiyshaymaylar deb. Bir kun qoradi bekorga, dilshodlar sharqi yo'q. Kim u, nima u? Qayerdan keldi u? Onalarni emsin, unaqalar. Unaqalarni emsin, to'g'ri qil. Mana o'g'li bola bo'lib o'zim yoqtirmayapsiz unaqalarni. O'shani etsam, men keyin aqllilik qilmang deyishdi. Keyin jim o'tiribman. Shaxiy ham meni shogirdim aslida. Men hech kim ustidan yozmayman. Bizda tomonda ustidan yozib hal qila olmaysiz. Bizda tomonda yo uni urdirib, yo yerga 1-2 kun ko'mib qo'yib hal qilishingiz kerak. Nolikiga borganingizda вообще foydasi yo'q. Yozganingiz ham. Prosta etdim xolos. Nimani prosta etdingiz endi? Sho'rib. 55 bo'pti, yaxshi dam olinglar. Men charchadim. Shunaqa endi efir o'chiraman deganda gulchalar ochib qo'yishadi-da. Otib qo'yishadi-da. Jimgina plan qilgan yaxshi. O'sha bizda jimgina plan qiladigan yo'q bo'lsa kerak. Yaxshi dam olinglar, ertaga chom kuninglar, tuninglar yaxshi